Boshladikmi? Albatta. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Bonuxon xonadonlariga keldik. Bonuxon hech kim qilmagan yangilikni boshlab qo'yibdilar. Bizga ko'rsatasizmi, Hunariza? Albatta, bajon edim. Ketdik unda. Egnimda ko'rib turganingiz namaznik va abayalarni Dias by Bonu, ya'ni Bonu tomonidan tayyorlangan bo'lib, onlayn sotuvini yo'lga qo'yibdilar. Havo o'tkazadigan eng sifatli matolardan tikilgan bo'lib, buni nafaqat ibodatlarda, balki ko'cha-ko'yda har xil marosimlarda bemalol kiysangiz bo'ladi. Ko'pincha ko'ylak xarid qilganimizda sharf bilan ro'molni moslashimizga to'g'ri kelardi, lekin bu libosda sharflar o'zi bilan tayyor, yenglar esa juda ham qulay. Bilaman, narxlar sizlarga juda ham qiziq. Unda videoni oxirigacha ko'ring. Endi chustimizda mana bunaqangi original Misr abayasini 42 razmerdan 60 razmergacha har xil ranglarni tanlab olsangiz bo'ladi. Bunaqa fasondan ham bor, ya'ni hijobda bo'lmagan, ro'mol o'ramagan qizlarimiz ham jinsilar bilan bemalol stil yaratsa bo'ladi. Bonu, sizga savolda, namaznik va abayalarni aynan o'zingiz tikib sotish g'oyasi qayerdan keldi? Zulxumor, bilasiz, 3-4 yildan beri chet elda yashab yurganim sababli har safar O'zbekistonga kelganimda menga aynan shunaqa namazniklar kerak bo'ladi. Bor, lekin zakaz bersam 2-3 kun kutishimga to'g'ri keladi. Lekin menda vaqt yo'q. Albatta tezroq qaytib ketishim kerak. Keyin o'yladim, bu ish albatta chustlarga kerak dedim va ko'rib turganingizdek Dias brendiga asos soldim. Bularga mahliyo bo'lib, sal qosa narxlarni aytishni unutmang. Ko'rib turgan namazniklaringizning narxi 150 mingdan boshlanib 450 minggacha. Va ustimdagi abayaning narxi har xil fasonlariga qarab $50 dan boshlanadi. Onaxonlarimiz va opa-singillarimizga hadya uchun juda ham zo'r variant. Qizlarjonlar, namazniklardan tashqari 1,5 ga 1,5 kes va ro'mollar va shu brendda turli rangdagi bonilarni qulay narxlarda xarid qilar ekansiz. Ana endi eng qiziq joyga keldik. Yaqinroq keling. Qayerdan xarid qilaman, qanday buyurtma beraman deb o'ylayapsizmi? Bu juda ham oson. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va Telegram kanaliga a'zo bo'lib, kuzatishda davom eting. Ha, aytgancha, Namangan viloyati hamda Chust shahri bo'ylab yetkazib berish bepul. Boshqa viloyatlarga esa pochta orqali jo'natishadi. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang.